har bir kishining qadr qiymati uni qiladigan kasbidagi mohirligida. Albatta musulmon odam pokiza amal qilishligi kerak. Toza ishlash kerak, toza mehnat qilish kerak. Nima degani bu? Ofisda o'tirib oq ko'naklar bilan chirtin bo'lib o'tirishni tushuniladimi? Pokiza mehnat deganda nimani tushunamiz? Bu degani gap yuqmagan kiyimni kiyib, shinam toza xonada o'tirib qilinadigan ish tushunmasligimiz kerak. Faqat shu emas bu toza ish. Oppoq kiyinib, yumshoq stollarda o'tirib, agar shariatda man qilingan ishlarni qilayotgan bo'lsa, bu ishni biz pokiza ish deya olmaymiz. To'g'rimi? Endi ustiga kraska tekkanmi, ahay tekkanmi, yo'q tekkanmi, kiyimni kiyib, changga bulanib, loga bulanib, klienti haqqini yemasdan ishini puxta qilayotgan bir hunarvandni mehnat ishi pokiza emasmi bu? Eng pokizasi shu. Demak biz pokiza mehnat deganda Alloh rozi bo'ladigan ishni qilayotgan odamni tushunamiz. Shunda shu ishimiz ham inshaalloh ibodat bo'ladi deb umid qilamiz. Ha, ayni toza mehnat, pokiza hunar ibodat bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.